Bugun o'qishga boraman va o'qishni ko'rsatib o'taman sizlarga. Hozir yo'lga chiqib boshlaymiz. Avtobusdan ham tushdik. Endi o'qishga ketyapmiz. To'g'ri kirib ketyapman. Ikkita sherik bor edi, ketyapti. Mana shu 10 zdaniya biz o'qish. Darsda ham ichkarida video olishga harakat qilaman. Vielleicht sage ich nochmal zu 242. Gleich sage ich was dazu. Hozir tanaffus bo'ldi. Tanaffusga chiqdik. Sherigim Ukrain bilan. Valentin ismi. Hayron nima qilyapti? Короче, biz o'qish ketsa. Shina mini obzor. Hozir Ukrainadagi Germaniyadagi qonunlar bo'yicha nimalar ketyapti, savollar boshlanmasa, ko'p narsalar bizga to'g'ri kelmaydigan nimalar so'rayapti. Seni davlatingda qanaqa, ayollarni, erkaklar oilada qanaqa bo'ladi, ajralishlar ko'pmi deyapti. Keyin bir jinslilarda yashashlari boshqa narsa deb savol beryapti. Lekin qiziqarli o'tyapti dars. Davom ettiramiz, xudo xohlasa.